Aka bu yerga mana nechta gazablok ketdi shu obyekt? Nechiga necha o'zi? Joyimiz birinchi bo'ladi. Joyimiz aka 14 ga. Bu yog'i 560 bo'ldi. Endi o'rtada перегородкamiz bor. 1200 ta urul Gazablok ketgan. Gazablok 1200 ta. Polublogi haligi ingichka Перегород ishlaydi. перегородный ishnisi. Undan 2 paddom 80 tap kelindi. 160 ta bo'lar. 160 ta. 160 ta перегородка ketdi. Bu yerga 1200 ta ketdi. 1200 ta 25 ishlatiladi. 30 ga 25. 25, 60. 62,5 uzunligi. Uzunligi 62,5. Bir dona gazablokda 5000 dan 7000 gacha qo'yib beryapmiz. Qo'yib beryapsizlar. Qanaqa ikkinchi etaj, birinchi etaj farqi bormi? Ikkinchi etajda farqi bor aka. Ikkinchi etajda bor. narxda farqi bor, chunki ikkinchi etajgacha mehnat qilib olinadi. Suvoq qilish shartmi, shart emasmi? Endi suvoq qilish aka rodmen tortib, abo yopishtirsa ham bo'laveradi. Bo'laveradi. 1200 ta endi katta gazablogimizga aka 3 kunda Tugatdik. tugatdik. Necha kishi? Brigadada 6 kishimiz. Uradigan 3 kishi, bittadan pastda. Shig'ishga shuncha joy bo'lganda qancha ketardi aka vaqt? Vaqtga odam ham. Bir hafta ketadi. Kimga shunaqa qurilish sohasidagi ustalar kerak bo'ladigan bo'lsa, noldan podключ qiladigan ustalar kerak bo'lsa, pastda nomerini qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Do'stlik, Xo'jaobod tomonga qaraydigan bu ustakamiz.